Assalomu alaykum hammaga. Bugun Zinur onlayn kursimizni muvaffaqiyatli bitirgan o'quvchilarimizga sertifikatlarni topshiramiz. Fonetikasi bo'yicha mualliflik kursini eng a'lo darajada tamomlaganligi munosabati bilan Ergasheva Shahnoza ustozlikka nomzod. Xayrli qilsin. Onlayn kursda birinchi ustozlikka chiqqanim. O'shachi boshqacha judayam. Salomat bo'ling. Nazar va Zilolafar taqdirlanadilar. Bu namunali degani Imom Xo'jayeva Zulfiya opa. Salomat bo'ling. Abdullayeva Dilnoza. Bu guruhimni olganimda bular haqiqatdan noldan kelgan guruhlar edi. Bular bilan ancha ishladik, mashaqqat, ularning mehnati, ularning o'zligisini harakatligisi bilan ham shu darajaga erishdi. Bundan juda ham xursandman. Zinur akademiyasini rejali tartib asosida chiqargan kitoblaridan biz o'shandan foydalangan holatda guruhlarimizga dars beramiz. Bu juda ham manfaatli bo'lyapti. Bu guruhlarimizdan ancha namunali o'quvchilarimiz chiqdi. Hamda ustozlikka nomzod o'quvchilarimiz o'zlarining mehnatlari, qilgan sabrlari, har bitta darsimizga quloq solishlari, e'tibor bilan eshitib o'tirishlari hamda o'quvchilarimizga o'zligisi tomonidan ochilgan gruppaligisi bor, o'sha yerda birgalikda jamoa bo'lib ishlashganligi, o'quvchilarga yordam berganlari hisobiga ustozlikka nomzod bo'lgan Shahnoza opamlarga kattakon rahmat deyman. Shu o'quvchilarga dars berishda ancha bizga yordamchi bo'ldilar. Baraka topsinlar. Qolgan o'quvchilarimiz ham ilmlarini davom ettirishligiga tilakdoshman. Ko'plab yana ilmlarni olishsin. Zinur akademiyasiga kelib yana grammatikalarni davom ettirishligisini so'rab duo qilib qolamiz. Assalomu alaykum. Men Zinur akademiyasini internetdan topganman. O'sha o'quv markaziga, o'quv akademiyasiga o'qiganimdan hech qachon afsuslanmayman, chunki men noldan boshlab o'qishni boshlaganman. Onlayn o'qishni tanlaganimning sababi o'sha vaqtdan yutish, keyin ko'proq shug'ullanish bo'lgan. Onlayn o'qiganim uchun ham ko'p narsa yo'qotmadim, lekin juda ham ustozlarimiz bir haftada 4 marta dars bo'ladigan bo'lsa, asosiy dars, qo'shimcha dars biz ustozlarimizga juda ham kattakon minnatdorchilik bildiraman, chunki ular har bitta savollarimizga to'liq javob berib, har bittamiz bilan alohida shug'ullanib, hamma savollarimizga juda chiroyli, to'liq javob berganlar. Men juda ham ularga minnatdorchilik bildiraman. Hammaga, ko'plarga tavsiya qilib qolaman. Bu Zinur akademiyasi haqiqatdan ham onlayn o'qigan ko'p, masalan, ayol kishilarga ro'zg'orda, masalan, bir joyga chiqib yoki borib offlayn o'qigandan ko'ra qulayroq ham. Bundan juda ham hamma Zinur akademiyasini hamma tashkilotchilariga ham, ustozlarga hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Eng yoqqan narsa ustozlarimizni juda ham biz bilan individual yondashib bizlarga chuqurroq o'rgatgani bo'ldi. Men shunga juda ham yoqqani ham, qulay tomoni ham shu bo'lgan menga. Darslik agar mabodo davom ettirish mumkin bo'lsa, men davom ettirish tarafdoridaman, niyatidaman, xudo xolisa. Nasib. Ustozlikka nomzod sertifikatini qo'lga kiritish niyatidaman. Gulnoza ustozdan dars olganman offlayn. Birinchi kitobni Gulnoza ustoz bilan tugatib, ikkinchi Zinur akademiya ikkinchi kitobiga o'tganimda onlayn o'tishga nima qilganman. Keyin onlaynga boshqa ustozga, Osiyo ustozga nima qilishgan. Keyin Muxlisaxonni support qilib berishgan. Shu onlayn keyin tugatdim. Endi bu yerda Zinur akademiyasini o'sha dars o'tish yo'nalishlari yoqdi. Ularni ustozalarni har bitta o'quvchi bilan yaxshi ishlashligi yoqdi. Shu darsliklarni olib borishligi yoqdi. Shu orqali men oxirigacha borishga harakat qildim. Ustozalarning yordami bilan. Keyin menga ko'proq support yoqdi. Qo'shimcha dars bo'lgani uchun noldan boshlab, alfavitdan boshladik. 8 oy davomida so'zlarni qo'shib o'qish darajasiga keldik. Mahrajlarini, talaffuzlarini mana chiroyli o'rgatdilar ustozlar. Ustozlardan faxrlanaman, xursandman. Osiyo ustoz mana ustozim.
Muxlisaxon, yordamchi ustozlar, ularni bilimlari ham judayam tahsinga loyiq. Bu yerda Zinnur akademiyasida onlayn o'qishimdan sabab oilada bo'sh vaqtimda o'zimga qulay vaqtga hattoki vaqtini ham qo'yib berishdi. Keyin ustozlar masalan bir sabab bilan darslarga kira olmay qolsak ham alohida shug'ullanishdi. Shu taraflari yoqdi. Shuning uchun faqat shu Zinnurda o'qiyman deb shu yerga yozildim. Zinnur onlayn o'quv kursini hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. Eng zo'r o'quv markazi Zinnur deb o'ylayman. Hammalarga tavsiya qilaman.